Assalomu alaykum do'stlar, YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Kanalimni ko'rib turganimdan xursandman. Yaqinda shu 21-22 yanvar edi, fevral debman. Prava oldim. Bugun sizlarga mana shu pravani qanaqa olganim, qancha vaqt ketdi, qancha xarajat ketdi, qanaqa tayyorlandim shu haqida sizlarga batafsil aytib bermoqchiman. Xullas, meni o'qishim 2025-yil fevralda boshlangan edi. 4,5 oy mobaynida o'qiganman Toshkentda. Shu iyun oylariga borib darslarimiz tugadi. Keyin imtihon bo'ldi. Undan keyin imtihonga meni chaqirishmadi. Sababi men orada ozroq dars qoldirganim sababli meni davomadim to'liq chiqmadi. Shu sababli meni imtihonga chaqirishmadi. Keyin qanaqa to'g'irlasam bo'ladi so'radim. Keyin spravka qilib bersang, mayli to'g'irlab beramiz dedi. Keyin poliklinikaga borib o'sha davomatlarimni ko'tarish maqsadida 10 kunmi kasal bo'lgan degan spravka yozdirib berdim. Keyin o'shandan keyin menga davomatlarni ko'tarib imtihonga chaqirishdi. Imtihonda bir kun tayyorlandim o'sha imtihonga ham, shu o'quv markazi imtihoniga. Unda 20 ta ishladim. O'zim ham to'g'risi ishonmadim. Imtihonim rosa qiziq bo'ldi lekin. Imtihonga chaqirgan kuni imtihonga bordim. Kompyuterlar bo'ladi u yerda ham, imtihonda. Birinchi sizni Face ID bilan siz tanib olish kerak kompyuter. O'sha kun yoz payti men ishlar edim, ishlaydim. Ko'chada ko'proq vaqtim ko'chada bo'lganligi sababli men qorayib ketganman, juda qorayib ketganman. Kompyuterda meni kompyuter tanimadi Face IDni. Keyin bir 5-6 ta kompyuter bor edi, hammasiga birma-bir qo'yib Face IDlarni tekshirib ko'rdi, baribir tanimadi. Chunki 100% bo'lish kerak, meni 20%, 30% taniyapti-da. Keyin shu bilan ertasiga keldim, yuvinib, tanani yuzlarini yuvib, chiroyli bo'lib, ertasiga keyin hammaga chotki imtihon Face ID tanidi, bilan imtihon topshirdim. 20 tadan 20 ta ishladim, sertifikatlarni oldim. Bir hafta o'tib sertifikatni ham oldim. Keyin imtihon topshirdim. Ohangaronga borib 1 million to'lab imtihon topshirdim. Imtihonga 2 kun tayyorlandim. Kitob olib, deyarli 2 kun tayyorlandim. 4,5 nima qilding desanglar, 4,5 men to'g'risini aytaman, faqat davomat uchun borganman. Chunki men imtihonni bu darajada bir qiyin bo'ladi, savollar ko'p bo'ladi deb o'ylamaganman. Chunki men doimiy ravishda shu mashina haydab yurardim. Shaharda umuman haydamaganman, faqat qishloqda, shu qishloqning ichida, u yoqda, bu yoqda haydab yurardim, lekin bu yerda shaharda umuman mashina haydamaganman shu paytgacha. Endi umuman olganda mashina haydashni bilaman, ko'chani, znaklarni, qoidalarni bilaman. Lekin u kitobda umuman boshqa narsa ekan. Qoida, qo'shimcha savollar, nima deydi, qonun qoidalar, znaklar ko'p ekan. Men keyin bildim bu narsani. Mana shu 4,5 mobaynida asosan shu davomat uchun borardik, ham men o'qigan grupa rus grupa edi, ham kechki darslarimiz kechki payt bo'lardi. Soat 7 dan 9-10 gacha bo'lganligi sababli charchab kallaga hech narsa kirmasdi deyarli. Keyin sertifikatlar olgandan keyin sertifikatni o'qib olganman. Men imtihonga kirib, как положено, hech qanaqa pul degan gap bo'lmagan. O'sha o'qish davomida ham menda hech qanaqa pul bilan olaman, pul topshiraman, tanish kirgizaman degan tushuncha umuman hayolimda ham bo'lmagan. Keyin o'quv markazidan sertifikat olgandan keyin imtihon topshirishim kerak edi. 2 kun tayyorlandim. 2 kunda ham o'sha kitoblar bor edi, testlar ishladim, kitoblarni o'qib, katta o'qib tashladim men ham. Keyin 2 kunda katta kitobni o'qib, nima uchun shu bo'ldi, misol uchun. Xullas, shu avgust 25-26 midi, shu avgust oyining oxirida Ohangaronga borib imtihon topshirdim 1 million to'lab. Undan yiqildim. 15 ta savol ishladim. O'sha xato 15 ta savol ishlab bo'ldim. Keyin o'sha imtihondan so'ng yiqilding deb chiqib keldi. Sababi 20 ta savol bo'lsa, minimum 18 ta ishlash kerak. Agar 2 ta xato qilib, 3-chi xatoni ishlagandan keyin sirazi imtihon tugatiladi. Qolgan ishlash shart emas o'zi. Shu bilan keyin dekabr oyida o'shandan keyin men Surxondaryoga ketganman. Dekabr oyida Termizda imtihon markazi ochildi. Keyin topshirishga men Toshkentga topshiraman deb yurdim. Keyin Termiz o'zimizda ochilib qolganiga endi o'zimizda topshiraman dedim. 5-yanvar kuni imtihon narxlari ko'tarildi. 1 million edi, 1,5 millionga ko'tarildi. Amaliy 1,5, nazariy 1,5. O'shandan keyin
bir hafta qattiq tayyorlandim. Endi uyda mashinam bor edi, haydashga to'g'ri kelyapti. Mashina ko'chada to'lagayi. O'shandan keyin uydagilar bosmal tayyorlan, bir haftadan keyin olasan deb aytishdi. O'zim menga qo'ysa olmasdim. Olmasligim sababi o'sha dangasalik qilib, kitob o'qishga yoqmay, shunaqa qilib yurgan paytlarim edi. Keyin yo'q, olmasang bo'lmaydi, agar mashina haydashni xohlasang ol dedi. Sababi uyda mashina bor edi, Cobalt haydayman deb yurdim. Otam keyin qachon pravo olasang o'shanda haydaysan, bo'lmasa oyog'ingni oshirma mashinaga degandan keyin bo'pti bo'lsa tayyorlanaman deb bir hafta uyda addushi tayyorlandim. Lekin kitoblar o'qib, testlarni ishlab, lekin mana shu bir hafta davomida juda zo'r tayyorlandim deb o'ylayman. Chunki umuman deyarli hech narsaga chalg'imadim. O'tirganimdan tez, turganimdan tez, uxlayotganimdan tez ishlab, kitob o'qib, bitta o'zimni zo'r tayyorlanganimda zo'r tarafi deb bilaman. Misol, umuman tavakkal belgilamasdim. Misol 20 talik shablon testda bo'lardi. Umuman tavakkal belgilamasdim. Bilsam, misol uchun savol kelsa, aniq 100% bilsam belgilayman. Bilmasam tavakkal belgilayman-da, to'g'ri chiqadimi, chiqmaydi, men uni o'zim uchun to'g'ri deb hisoblamasdim. Faqat o'zim 100% biladiganlarim to'g'ri deb ishlab chiqardim. Qolganlarini tavakkal belgilasam, agar misol 20 ta bo'lsa, 18 ta, 19 ta chiqib qolsa ham, misol uchun yo'q, men o'sha 18 ta, misol 10 tasini aniq o'zim miyam bilan ishladim. 8 tasi qanaqadir tavakkaldan chiqib qoldi deb hisoblardim. Keyinchalik o'zi sekin-sekin 10 ta, 15 ta, 18 ta ko'tarilib, so'sha hamma savolni o'zim bilib belgilaydigan bo'ldim. Keyin bilib belgilangan savollarim agar xato chiqib qolsa, nima uchun bu xato chiqib qoldi, nima uchun bu to'g'ri bo'ldi deb doim tahlil qilardim. Keyin xato chiqib qolsa, nima uchun bu xato deb kitobdan olib, kitobni ichini ko'rardim. Qanaqa, nima uchun xato qildim yoki nima uchun bu to'g'ri bo'ldi deb bir yutuq tarafim shu deb bilaman. O'shanaqa qilib tayyorlandim. Keyin 15-16 kuni borib, bir kun imtihonga bordim. Dokumentda bitta narsa xato bor, kamchilik bor ekan. Sababi 5-yanvarda qo'shimcha dokument qo'shilganligi sababli qonun bilan 083 formani klinikaga, poliklinikaga olib borsa, QR kodni qilib berar ekan, tizimga kirgizib, MyGovga kirgizib, o'shani qilishimga bir kun vaqt ketdi. Keyin ertasi kun kelib topshirdim nazariyni. Narxlar ko'tarilganda, imtihon narxlari 1 million, 1,5 millionga ko'tarildi. Men bir marta yiqilganligim sababli 1,600,000 to'ladim nazariyga. Nazariydan o'tdim, 20 tadan 20 ta ishlab, 20 ta savolga 25 minut vaqt beradi. Men oxirgi 3 minutda imtihondan chiqdim. Sababi mana shu vaqt davomida tez chiqib ketishga shoshilganim ham yo'q. Hamma savolni o'qib, tushunib, bilib, iloji boricha bitta ham xato qilmaslikka harakat qildim. Hammasini to'g'ri ishladim, 20 tadan 20 ta. Keyin men chiqdim nazariydan, undan keyin vajdeniyaga to'lov qilib imtihonga kirdim. Lekin unda vajdeniyada yiqildim. Bitta avariyli hudud bo'ladi, men o'shanda yiqildim. Uzun masofa bo'ladi, 10-15 metr. O'sha masofada siz yurib ketayotgan vaqtingizda signalizatsiya chalinib qoladi mashinada. O'sha payt 3 sekund ichida to'xtab, 2 sekund ichida avaringani yoqishingiz kerak. Men o'shanda o'zim xohlagan vaqtda to'xtadimda, yurdim, bir 3 metrdan keyin signalizatsiya chalinib qoldi. Men boya to'xtadim, endi shart emas to'xtashim deb men yurib ketib qoldim. Keyin sразу mashina o'chib qoldi, sen bitta amalni bajarmading deb chiqib keldi ekranda, monitorda. Shu bilan imtihon pishdi. Keyin bir haftadan keyin yana qayta keldim. Shu bir hafta ichida shu faqat qoidalarni o'rgandim, nimaga shu yerda xato qilganligimni bildim. Bir haftadan keyin yana 1,600,000 pul to'lab imtihonni o'tdi va nihoyat shunaqa. Keyin ertasi kuni yagona darsga borib 340,000 pul to'lab pravamni oldim. Xudoga shukr. Demak, o'sha o'qishimga qancha pul ketdi? Demak, 6,200,000 o'quv markaziga to'laganman. 1 million birinchi nazariy imtihonga to'laganman avgustda, 7,200,000. Undan keyin Termizda birinchi nazariy imtihonga topshirganman, ya'ni qayta nazariy imtihonga 1,600,000 bo'lsa 8,800,000. Undan keyin vajdeniyaga to'laganman 1,600,000, 10,400,000 bo'ladi. Undan keyin yana vajdeniyaga qayta topshirganimda yana 1,600,000 to'lagan bo'lsam, demak 12 million bo'ladi. Undan keyin ertasi kuni shu pravani olishga borganman yagona darchaga.
unga 340 ming to'laganman. Общий 12.340.000 so'm pul ketibdi. Plus minus 1000 dollar atrofida pul ketibdi. Shunaqa gaplar men prava olishimga demak shuncha pul ketibdi. Lekin men juda ko'p o'qidim. Fevraldan 25-yil fevraldan mana yanvargacha o'qib olganman. Juda ko'p vaqt ketdi. O'zimda juda ko'p vaqt cho'zib yurdim. Olmasdan, imtihon topshirmasdan, tayyorlanmasdan, aslida undan ertaroq olsam ham bo'lar edi. Shunaqa gaplar. Umuman olganda imtihon prava olish qiyin emas, topshirish, o'qish umuman qiyin emas. Agar o'qisa olsa bo'ladi. Endi qiyin degan gapni kimlar chiqarib olgan? O'qimaydiganlar, dangasalar, qo'rqoqlar. Endi qo'rqadigan qaysi imtihon topshirishdan qo'rqadi, kirishdan, uni atmosferasidan qo'rqadigan odamlar qiyin deydi-yu, qiyin emas. O'qimagan odam, bilmagan odam uchun, o'qimagan odam uchun albatta qiyin. Misol, u test 1200 tadan oshiq savol bor, o'sha testdan tushadi, boshqa savol tushmaydi. Shu 1200 ta testni ishlashni bilsanglar bo'ldi. U misol uchun qanaqadir matematik savol emas, o'ylab yechib o'tiradigan. Tars-tars o'qish kerak, javobini bilsa ishla. Agar u savolda javobini bilmasanglar, sizlar ishlay olmaysizlar, belgilay olmaysizlar, to'g'ri javob. O'shaning uchun o'qib, testdan ishlab o'tsanglar bemalol qiyin emas, bemalol olsa bo'ladigan narsa. Mana endi fevralda yana ham osonlashdi, kimgadir qiyinlashdi. Endi faqat 20 soat vождение qilasizlar, bo'ldi. Bemalol imtihon topshiraversanglar bo'ladi. Ya'ni ko'p vaqt ketmaydi. Endi 1 oy, 2 oyda bemalol, misol agar hozirdan boshlasanglar, maksimum 2 oyda bemalol prava olsanglar bo'ladi. Faqat o'qib, yaxshi vождение qilsanglar, bemalol olsanglar bo'ladi. Shunaqa gaplar, mana shu prava olganim sizlarga bir maqtanay dedim. Maqtanib ham bo'ldim. Hammaga prava olish nasib bo'lsin. Kstati, men ko'rsatib ketay sizlarga pravamni olganimni. Lekin prava agar rasm tushgani borganim juda xunuk rasmga tushganman, biling. Qop-qora ishdan chiqib borganman. Maqtanib qo'y, kstati. Bu yerda faqat B kategoriya bo'yicha qo'yilgan, xudo xolasa. Agar o'qinglar yaqinda, yaqinda bo'lmasa ham niyat qilib qo'ydim to'g'risi. Qachonligini bilmayman, lekin niyat qilib qo'ydim o'qishni. Agar istagan o'qib olishim kerak. Yani paka hozir Damasada yuribman, yengil mashin o'qib haydab ko'cha pravillarini o'rganib olaylik. Bir hafta 10 kun bo'ldi, shaharda mashina haydayapman Toshkentda. Juda qiyin emas, lekin e'tiborli bo'lish kerak. Ko'proq mashin ko'p, palasa ko'p, shoshib qoladigan joylar ko'p. Qisqa shunday gaplar. Hammaga rahmat. Video oxirigacha ko'rganimizlar bitta like bosib qo'ysanglar, sizlardan xursand bo'lardim. Hammaga rahmat. Paka, ko'rishguncha.